Yemləşə tayar sağın sığır satıva qoyuldu. Xorazm Şovatda bugün 30 yanvar Xudo xolasa Əsədbek ağadan məlumatlarını alıb baraveramiz. Assalomu alaykum. Əsədbek ağa, yaxshimisiz? Yaxshimi? Sağlamayıbmisiz? Bugün Xudo xolasa xalqimizga yosh yemləşə tayar o'kitcha va sağın sığırlarni qo'yibsiz axı. Ana bola. Ayna o'kitcha o'jakimiz yaldirab turibdi falan. Boyları 1.25 plus var ekan buni. Arka tomondan 50'likleri. Tuyaklar ham yo'g'un ekan buni. Siz ekan tuyak yana. Chiroyli yaldirab turgan farishtali o'kitcha ekan bu. Baqaman deydi. Mana uzunliklar ham uzun ekan-da buni. Gelip göreversinler üstünde. Yarışamiz muamma. Buni olib sotarlar ham olib foyda qilaman desa bo'ladi ekan buni bemalol. Uni bahasini necha so'm deb turibsiz buni? 19 milyon so'm. 19? Tamam, qaytib keldi sen. Qaytib kelishib beradigan yeri bormi? Qaytib men doğrusu. Azara qaytib beraman. Çişirib. Bitarin necha so'm ko'ngilda? Pazarda 22 milyon deb tutdim buni. 18,5 bo'lsa beramiz buni. 18,5. 18'lerinden bitib borami? Ya dastlabki pulni bir azroq qaytib beramiz bundan bu ana. 18,5dan dastlabki pullarni qaytib beramiz. Kelishilgan holatda. Tamam, dur shuna qarang. Bo'ldi, sal uzoqroqdan bo'lsa agar mashina topib beramiz axir bu yerdan. Dastlabki pulni o'zim beraman desa. Bo'ldi, bor, mashina bor. Inag'ala, qalagan yerlaringizdan gullan, 4 gul ketaveradi. Bemalol qo'rqmay savdosini aytaverasizlar. Yekim ichimi pisatlaxi, sog'lom. Beramiz, sen noma'lum. Oho. Ya bo'lishi mumkin emas inag'ala. Bu yoqda ena bola sog'in sig'ir. Mal qo'llangan lekin to'g'risi. Molimiz Anguson bir bo'yicha gibrid o'xshaydi bu. Ha. Ena molimiz sal xo'rlangan dedi. Arka tomondan ko'rinishlari. 5-sini bo'g'ozmi? Ega saytda ko'rsin o'rgatgan yaxshi. Molni qo'llab tashallar. Molni yem bersa bu ana. Necha oylik endi bu ichinde yozi taxminan? 2 oy bo'lgan ekan egasi uyerganda. 2 oy bo'lgan. Inag'ala 2 oy bo'lgan. Necha litr suti bor uni? Buni 3-4 litr suti bor. Yegim ichimlarini ichik buni. Yem ichishni hepsi beramiz. Yem içmesem alınmam buna. Inag'ala yemasa ichmasa olinman dedi. Mal qo'llangan. Shunchani bersang pakirlatib sho'l hamini yama ila ichini bir yog'lantirib berish kerak-da buni. Yedirib ichirib. Bot bersan esenmiydi. Bir 15 kun bir oydan qaraversa zo'r mol bo'lib ketadi, xudo xolasa. 3 litr sutini pisantliga beramizmi buni? 3 litr qachirib o'tirmang, uni ko'p so'pda uyelalarini ko'rsating yana. Yamanchi ishadi lekin. Bu endi bolasi bilan ikkisi bir yerda axı buni. Ya bolasini ayirib eddini sotamizmi? Yo'q, bolasini ayirmasdan. İkisi bir yerde. Mana o'kit cho'jagimizdan uzunliklari uzun. Istagan tuyoq. Tuyoqlar ham yo'g'in ekan buni mana. Elde tomondan ko'rinishlari. Mana qala. Yaldirab turgan farishtali o'jak. Boylari 1 metr atrofida. Necha oylik o'jak bu? 6-7 oylik. 6-7 oylik. Hali yashar bo'lmay, hech kim o'jak sizga kelsin. Inag'ala bu yoqda azanda sog'ildi deydi molimiz. Sog'ildi, bolasi ham emib turibdi, bolasini emizdim azanda. Bolasi ham emib turibdi deydi. 2 litr sog'ib oldimdan doğrusini o'ratganim, shu bolasini yugarib qo'ydim deydi. Ana 2 litr sog'ib olgan, qolganini bolasini yugarib qo'ygan. Shunda endi uni boladon bahasini necha so'm buni ana bola? 25 milyon deb tutmiz buni. 25? Tamam. Qaytib kelishib beradigan yeringiz necha so'm? Qaytib beradigan 1 milyon so'm. 1 milyon so'm? Tamam. 22 millionlara bitami? Ya 22 ga o'rganib doğrusu. 22 ga o'rganib doğrusu. Shunda 24 milyon so'm dastlabki ham bo'yna solasizmi shuning ichida? Ya dastlabki pulni qaytib beraman. Dastlabki pulni qaytib beramiz dedi. Dastlabki pulni qaytib beramiz. Nima kerak qachirib o'tirib. Inag'ala. Dastlabki pulni qaytib beramiz. Qo'rqmay savdo kelishamiz dedi. beramiz. Molni yegim ichim pisantli dedi. Bemalol qo'rqmay telefon uraverasizlar. Bu yerda ena bola yemlasha tayyor o'kitchalayna uyda. Beramiz buni yedirib ichirib kelgandan keyin. Ena kelaversin dedi. Yedirib ichirib yemasa ichmasa dedi beramiz dedi. Mana ko'zlari aldinda yedirib ko'rib ichirib olishlari mumkin. Kelaversin, telefon uraversinlar. Telefonini yozsinlar, fangalar, like bossinlar. Tezlashamiz og'alar. Bugun 30 yanvar. Ena bola 224 milyon so'm üstünde qaytib beriladi. Dastlabki pullari, xayr puli. Bu yoqda yemlasha tayyor o'kitcha. Bo'lmasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.